Ülke şatlık tarihi Hoşallık alemiga başlaydı çatlık Şat yaşaş durmuşqa bir dumana Küleyli dostlarım tatlık ve tatlık Şat yaşaş durmuşqa bir dumana Küleyli dostlarım tatlık ve tatlık Sarkız yumur ve kızıkarlık baranglar Şatlıkı tolgan radyo oyunları Şekrinizge tabassum, kalbinizge kaynak hayacan beriş sargan şiirin demle Şat minutları programısı da Şatlık ve hoşallık çaşkınları radyo dolkunları arkalık her bir kalıp geçilsin Şatlık, şatlık, şatlık minutları Şatlık, şatlık, şatlık minutları Şatlık minutları Dokmanı başlandı şatlık. Qani unda bo'lsa anglag'uchilarni anglashga tayyorlandi. Oho, aziz do'stlar, hayotga bo'lgan qizg'in muhabbat amimizga yor bo'lsin. Xo'shal kulkilar bizga quchoq ochsin. Riyosatchi do'stlar Adiljon Ablumiddin o'tliq salom. Qarshilamiz Adiljon Ablumiddin. Oy, rahmat. Sizni qizg'in qarshilamiz. Rahmat Zukra Akram xonim. Radio orqali shatliq minutlarimizga jo'ra bo'lib kelayotgan qadrli do'stlar, ko'ngillik damlardan dilla suyunsin, kulkilarimiz hargiz to'xtab qolmasin, ha? Hargiz to'xtab qolmasin do'stlarimiz. Men Zukra Akram. Zukra Akram xonim qarshi olamiz. Ey, rahmat. Jami to'lay Zukra deb to'ladim. Rasmi. Nada qolgan bu qo'ydi, yomma to'ldi. Shundaymi? Oho, do'stlarimiz qandaroq tayyor bo'ldinglarmi? 3:30 bo'ldi bizning vaqtida mikrofon oldiga hozirlandik. Sizlar radio oldiga hozirlandinglarmi? Unda hozirlangan bo'lsanglar sizlar uchun tövendikidek qo'shiqlarni qatmoqchimiz. Oy, bog'lar güzeldir, gullar bo'lg'ashqa, hayot güzeldir, sevgi bo'lg'ashqa, har kuni do'stlar kulidi, tatliq, ularga shodlik, amra bo'lg'ashqa. Qandaroq? Dehshat payza, pichat, uray. Xo'sh, siz keldi, rap ketdi sizga. Ey, shatlikni ko'pdir, umr chaqchaqli barcha ko'ngilni qilar makliya. Do'stim tezkina sadiqatini jam bo'lib kulayli bu aram gapda. Oho, gap ketdi mana. Ey, rap aytadiganlarning ashu ovoziga voy. Qandaroq? Shunday yaxshi. Yolg'on bo'lsanglar, quloqni sazlanglar. Chiroyni sazlanglar. To'g'ri tushmasin. Tarqamak choplanglar. Ras. Bugun mushu quloq asrash kuni, shundaymi? To'g'ri, quloq asrash kuni. Anglag'uchilar, anglamadim demanglar. Hamda odamlarningmi dadi bo'lib qolmasdan, balki mushu odam badandagi har qaysi a'zolarningmi o'ziga tushliq dadi bo'ladi ekan Odiljon, ha? To'g'ri. Unda bo'lsa, bugun mamlakatlik quloq asrash kuni dedik. Mushu munosabat bilan mushu ikki quloqning bir-biriga to'kkan dadlarni bir anglab baqamdi. Bo'ldi, ishta qilayli. Bir kun mushu bir erning o'ng quloqi bilan bir ayolning o'ng quloqi o'zlarini rasa maylab. Shuni bilan optab qaqlang'ash paranglashib o'tirib qolibdi-da. Ayolning quloqi birdan jimjitlikdan keyin o'zicha so'zlab ketdi. To'g'ri, ayollarning kim o'sha birinchi gap qiladi ekan. Quloqimi? Voy dadim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ha? Sizning nima dadingiz bormi? Ey, bugun degan bizning bayramimizmi bugun? Xo'shalolmay nimaga buncha qayg'ursiz deyman? Aram bir qayg'urmayman. Ha? Qayg'urma. Nima bo'ldi? Ey, dadga to'shab ketdim men. O bugun hamma odam bizga ko'ngil bilib olsa, qarasam paqirab ketibsiz deganda shu pokiz yuvib sizni tozalab qo'ygan chig'i bor. Qursin, undaq yuvib tozalab qo'yganni. Bugun bizni asrash kuni bo'lg'ashqa, mushu fursatdan foydalanib, anglayotgan hammasiga o'zimning dadimni bir to'kib olayim da'vatman qo'y. Voy, men anglab bir qani danga, dadingizni bir anglab baqay qani. Mening dadimning oldida bor-ku. Sizning dadingiz qanchalik bu dadingiz? Ey, amsi meninkini anglangchimi? Dapiqni anglab baqay avval bir. Mening egam kichik vaqtida meni tashtirib Manga chiroyli qalqalarni esib qo'yatdi. O'g'ras. Jingni akla bossida tashgan vaqtida. O'g'rimtimi shuncha vaqtimda 4 yoshga kirgan vaqt
Yig'lab ketyapti. Abisi aşı eshikning oldida derazaning tubida. Balam, o'sha yerni ko'ralaydi ekanman deblam. Po'stli qildi-da. Postli qilib. O joy qiynalib ketsa. Bir bilib, bir bilmay. Uningkin xil asli kelib qolgan. Shundami? Uningkin qanday bo'ladi shu? Ha. Shu men keyinchi meni ko'taramamdu degan ishlar bilan qor Chatiq yo'q. Bir muncha tumutasakni esib burunqi vaqtlardagi iliq go'sht chinglaydigan tarazida qilyapti. Ko'tiralyapmiz. Ko'tarammaydim. U dastlabda tashgan vaqtida iliq ximi bor, u ximi. Ximi. Ximini mana yishib qo'ydikizib es qo'ygan. U ximi es qo'ydi. Bir haftadan keyin shu sham Sham bor. Shu top balam. Men choy ichsam bir tal sham chiqib qoldi. Deblam ipli shu shamni patrubni qo'ydi. Sham u deb tiqib qo'ydi. U chatiq yo'q, og'irgan bilan chatiq yo'q. Shunda qilib u ishlarni beshimdan o'tkazdim. Deganda shu temir tasakni bir esib qo'ydigan bo'lsa, kechda ilivatkicha yerib holim qolmaydi. Bir kun kechgacha ko'tarib turibdi. Shunda puludi-da. Bozorga chiqib qolsugu bo'ldi. Yilqi siriq, qizil. Oy yeşil ranglik temir tasaklari to'lib po'langlab, voy jinimdan chiqirib yetdi mening. Tilib ketyapsiz. Oy. Jinim chiqib yenimda qoldi. Sizdan, ha? Ay, mushu dat emasmikan? Ha? Datga lekin. Shuningga qaraganda, mushu erlarning quliqi bo'lgan yaxshimi nima deb qoldim. Esi bunda bularni bilgan bo'lsam, men mushu akishning quliqi bo'lar ekanman emas. Qinim. Ha? Maqasa ma erlagim bor-ku. Ha? Bak quloq bo'lsa dad olmaydi deb kim deydi? Ha? Voy, ma egamga quloq o'g'li 30 yil oldi. Qil dadim bor mening. Qanda dadingiz bor sizning? Ma anglang ha? Ha, ma'qul. Egam bor ma adam. Ha. Boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chig'ida azroqli dars bilmasa yoki kapsizlik qilib sho'xlik qilsa, osh qopqidim muz yoqdigan bir ma'lum bor-da uni. Ha. Shu kapli meni tortib suzib, lang'itib, "Ey siz g'obi ishga tal to'sak, 6 tonni to'mirni ko'tarapsiz. Men o'sha odamni ko'tirdim emasman, so'zsa." O suzib, mumkin bo'lmaydimi? Oy, ochig'im jilib o'shib ketdim ago'ga. Nima ish qilibsizlik qildi deb. Ba'zida, "Hey, meningdan boshqa tatadigan narsang yo'qmi?" deb vaqirib o'tkim kelib ketdi. Shunda bo'ladi shu, chechini tasomamdi, chechi yo'qmi yo'qmi? Oshda kunlarni o'tkazganmiz boshlang'ich 6 yil. Demidimmi, sizning bu kichikgina ish oldida bir ayol quloq. Bu unda degan bilan akish quloq. Bu siz ko'rgan o kunlar allaqachon o'tib ketdi-ku, ha? Mening ko'radigan kunim yana oldimda o'xshaydi. Shundami? Qanda? Hozir insonlar orasida moda deb bir narsa chiqdi. Nima-ku? O'tganda shu egam, men modaga moslashima deb. Mening shu ustim mana mishadlar. Yana bir tushib tashlamoqchi bo'ldi. Ko'nglingiz yo'qmi? Men shuncha yolg'isam unimay. Unimdimi? Uyliq yepizamdek bo'ldimi? deb doktorxonaga berib, doktorga quliqidan meningdan yana bir teshik tashlagus borlig'ini aytqandi. Tashdimmi daqlaga, tashdimi sizni yana? Tashdimmi degan. Endi doktor Tazimbi qaram, Tazimbi, ishchi Tazimbi yomon, bag'ri tashbi odamga. Po'sliq tashdimi? Po'sliq tasmaydi tuqu apsedak. Uy bizaydiganlar shildidigan, endi tam tishadigan asvob bir narsani qilib ko'tirib keladi. Oho, yurg'ilib o'tdimi sizni? Yurg'ilib o'tdimi? G'ijilditib ovoz chiqargandi. Ogun, quloq tuyg'ili birini qo'ysangiz manda. Og'lig'inim shu bo'lib qoldi. Uningdan keyindagi ishlarni uqmayman. Bir damdila o'ylanib, yiqilib tushibdim-a. Bir chaq bo'lganda keldigandek hushimga kelib qarasam, pax og'riq azobi dahshat qiyin edi. Mana hozir xil o'ngshilib qoldi. Ancha-muncha may surtib qo'ymaylarni degandek. Mana ancha-muncha shol berib ketdi. Shunda qilib hozir biza yaxshi qolgan yeri. Endi shu men yana qachon shunda qismatga dush kelaman. Yana qayalardan tushib ichib deb shu ansirabda yuradigan bo'lib qoldim.
ish qilib men deyman arquloq ish qilib mening saxirim qanmidi juma bu adamlar tashmagan tish qanmidi quloqingizning tish bir oy birini tishib qo'ysa bo'ladi sizni shu emasmi bo'ldi bir mayli ko'rdingizmi usti tarafingizning tishib bu ustidagi agmamda egildigan yeringizni tishitibdi voy ular bilan yesatlishamda shunchalikmi bag'ri toshgan kor yo'q faqat chaqirmaydi quloq bo'lgan mujdami to'yg'izamda ras voy nima uchun bag'ri toshdayman shunday egingiz sizga haqiqatan ish og'ritmabdi-jumi yo'q arquloq ish og'ritgan bo'lsa men mush kunga kelib men mushunchik hol bilan sizni oldingizda dadimni so'zlab yuramdim tashim tush ko'p faqat ish og'ritmidi atrofga qarshi quyosh nuri chiqib turibdi bichara isi bakın bag'rimga bosam yaqinga qo'liqni yo'q yoqolmayman hozir men og'rimda og'riydi bek og'riydi ay arquloq Tova, ishkimiz dadimiz yomon to'kishibdi-qa. Shunday. Sizning dadingiz ba? Ko'nglingizni yerim qilmaga. Qarang, menmi o'sha dadimni yana dapiray sizga. Dana arquloq. Oliy maktabda bitirib xizmatga chiqqandan keyin men egam. Endi aram topadigan bo'ldim deb yurdim. O'qib bo'ldi, o'qiydigan maktabnimi? Ma'lumlam so'z bo'ldi deb. Ma'lumlam so'z bo'ldi men deb. Deb yursam, voy nadikini? Oy burunlarda ayollarni g'ayratchi deydiq. Hozir bu kasal erga juqdimi? Hozir men haqning g'aybatini to'la anglab jaqtoydim jumlaki. Kirib turdi, ya itib og'lamagan og'zimni. G'ayvat anglabma. Oy g'ayvat anglab, liqdi g'ayvat, liqdi g'ayvat anglab. Hamsin shu arla deyishmoqda. O arla deyishmamdi, sildidan. Arlaning so'rinda. O ras, burun siz yerib ketadingiz bo'g'a ya. Ayollar so'zlab, anglab, voy hozir men tujoq to'ydim ey. Abi yaxshi gap olgan qaraganda g'ayvat anglash meni tixinbak chorchitibdi. Shunda bo'ludi emas. O yaxshi gapni deganimda anglasaqmi bo'g'a? Anglag'is keladi. Quloqmish o'zimga shunchalik rahat tuyuldi. Voy ben xo'sh yoqdi, ben xo'sh yoqdi. Degan xod ikkisi birga kelsa dash deb boshlaydi. O anglamasam nima amal vazifa tursa anglash. Shu. Nimasin deysiz? O'tganda biz to'yga qatnashib qoldik ekan bilan. Muzika deganning odamni bak beram qilib. Elq restoranning kichikligi to'chas osh. Vang qo'ydi. Opaq toshqanqi degan qo'yib qulog'imni og'ir. Men ham kichikatdi shumayli opaq toshqini. Bir vaqtda bir ziroq deganni chaqirib qoldi. Meni bir qanchani ko'chilib qarang. Chuqini tiqdimas. O ras, o sonji demasmi og'zim qila. Ko'chini. Nima deydi chuqini? Biroqli kodin chiqqan bo'lsam, tasqabsiz-a? Turtunda esqitqish kallasining endi ishlatgan olmaydigan bo'lib. Qadrimni qilmasdi shuning bilan. Uni ozdab to'y tugab qaytdik-da. Egam sal ko'p ichib qo'ydim, oshqib birsi bilan tutishib qolishadi. Shu ardal qilibcha kelishtirib meni vangli qo'ygan tutuyimga. Egam bilan tangash gunda ash o'rgiga tushib ketdim. Men bir mo'ch suv kirib ketdi-da, o'shada buruqdim bu. O'ylab baqna, ayol quloq o'ylab baqna. Akishni quloqimga qasamma. Asan emas. Quloq. Mush gapingizni anglab, mening esimga bir ish kelib qoldi. Nima ish? Nima ish bo'ldi yana? Mening egam meni ishga qaytdim tashtirib bo'lgandan keyin. Ajabni to'lish kishida qoldim shu. O'tganda bir tashtirdi, shuni o'ylab ishga qaytdim bo'ldi emasmi? Oradan qanchalik vaqt o'tdi ekan tong. To'y qildi. Ammo egam tozimi bir tayoqchi bir nimaga tegibdi-ku. Sizga qo'ydi-da asha. Bir tayoq yeyman. Urdilim basdi tegdi. Chidimidim. 2 kunda bir chapaloq yeysizda. Endi bir saqiyay deb tursam, shunda bir o'zimni o'shab o'g'ircha yana tayoq basdi ekan. Shuning bilan mening egammi keyincha pek azozulishib ketdi. Shundami sizni qo'g'dabda? Og'irg'iningizni bilibdi aytingiz-ya. Xudodim ish qilib turib o'zgarish bo'ldi uningda. Bir kuni eri egamni urib, tayoq o'tkazamidi.
O kuni nima bo'ldi ekan? Menga tegishmidi? Voy, ursang ursha. Ish qilib ishking menga tegimsangli mayli emasmi? Nima qilsa, beshingni yerishamsa, nima bo'lsang bo'lisha deb turdim. Shuning bilan uning eri ochiqqa paylamay, egamni shunda qoppada tutib olib, sizdan tutdimmi? Qassida tishlagan-da. Siznimi? Meni. Voy, qanday nima u? Sizni tishlaydigan yetapamaganda qiziqmi? Ko'z yoshlarim qon bo'lib oqdi. Tushmi nima? Mana, qarang. Hozirgacha shu daldishning tishning izi bormi yana? Ko'rdingizmi? Yingang tishga. Yeni kelib. Yo. Uqmaysiz. Şimdi bu siz çocuğurdak tursun sizin çıldım. Vay bak. Ana tayoq o'tkazamidi emasmi shunga? Yana kelib uqmaysiz. Mening anglaydigan sat tetiqsiz bema'ni gaplarimning jiqlig'ichi texi. Sizin to'yibsiz-da. To'ydim, jiq to'ydim. Ya ayal quloq. Ar quloq. Bu jihatda ikkimizning dadi xil o'xshashga, ha? Egan biryak berib qolsa? Ha. Ba'zilarning og'zidan chiqayotgan bezab gaplarni anglab turib o'g'lanmayjimi aning beshidan. Oy. O'zimni shartla kesib pastga tushib Siz ar quloq. Anglaysizki, men ayol quloq bundaq ishlarga men shu pat yo'liqib qoldigan bo'ldim. Hey, bunda qiyinchilikni qag'ichi deyim. Ha. Anglamay tursasak bo'lmadi. Ya bir eshakning quloq olib qolmabdi ekanmiz. Anglamay turib olayli desak, ikimiz pek kulgili ishlar yo'liqdik emasmi? Shundami? Ha, buni ko'rib-chi, qarang, ulog'imi ishimiz og'rib qoldi ekan, nemil degan bilan biz ularning shu ustidagi bir a'zosi emasmi? Shu biz olmasak ishimini och. Bizning ko'nglimiz pek yumshoq emasmi? Shunga ishimiz og'rib qoldi ekan. Ya biz olmasak va. Ha. Mo'sh yeniga och bütün çok topu basılan maşının labazına vaat basım anlamaycım ama. Anlamaydı. Resmi. Rastaysa ötken bir kardeşimiz anlapmış şu. Anlaşıktı da yok tüpki de alıp bizden bir cemaattim. Onu o başlığı bana tıkakire şıkandakiler saklamını elivlay dese makul deyip çık gidip bir araba kıyak yapırıptı. Kızık yine o. Tığa kırdıysa. Tığa kırptı. Tığa kırptı bir araba. İçine aldım. Oy toğa. Kızık. Kızıqarlıq şıptı. Adam mijazi yo'qolib qolganda işte bo'lib qoldi ekan. Shu o'tganda-chu, men shunday ishdan birini angladim. Birisi yana birisiga bugun ishdiyim bek ichilib ketdi debdi-ka. U qo'pib ishdan tushib ketgan bo'lsa beksat ish bo'libdi degdak. Usta bo'ldi shu. Usta bo'ldi. Mijoz yo'q chaqda to'g'ri anglayolmaydi-ku. O'tganda bir ayol yo'ldishiga balamiz endi ayrim yassun. Balaga kichikroq karvatdan birini og'ash kelasiz desa, o yo'ldishi ma'qul deb chiqib ketib 2 kilo novat ko'tarib ketdi. Qiziqgina bu. Kichikroq karvat desa 2 kilo novat deb kirgan. Oshta ola qapti. To'a. Bir og'inib shu. Qarang. Oshta mijoz yo'qgina oshta. Men angladim ar quloq. Biz ayol quloqlarni anglaymiz unday gaplarni. Shundami? Bir ayol atigan o'rnidan turib yo'ldishiga biz azroq pul topayli, buning uchun paxta tasak bo'larmiki desa, yo'ldishi "Oy, nadiki gapni qilasan ekan, oy, hozir noshta qilgan tuzaq yana qilamdiq" deb qo'yib ketdi, qarang. Sil ayol quloqma ajoyib. Anglaysizlar gapni. Anglaymiz. O o'tganda qarang. Birisning uyiga mehmon kelibdi-ka. Shuni ular sohib ham mehmonni qani to'yga chiqing desa, "Yo'q mehmon, sen meni burgi deb qildingmi? Voy, uyingga kelib qo'ysam nima unda qilsa?" deb akayni gelib chiqibdi. To'rga deb bo'libdi-da. O bizlar birga yuradigan. Buni yana og'insizni quloqdi bu. Obdan bo'pti. Shuni deymamsiz bu ishlarni, Shu. Yaxshi bo'pti, o'ziga o'zi qilibdi, Mana bizni shunday qardan chiqsak, biz qardan chiqib qolsak, egilarimiz ana shunday kunga qoladi. Shuni bilmadi-da? Tushunmaydi. Bilmagan yeri bor. Shunga o. Bular bizni asrashni, qo'g'dashni bilsa. Shu. To'g'ri aytdingiz. Biz asrayman deysiz-ku, ishlar bek oson. Shundami, aqulab? Ras. Masalan, ayollar bizning hamma yerimizda shu tuşuk teştirmislar. Erleri bizni urmusulu buludu-ku, yana sat gaplar bilan. Ras tulumsa. Biz tillamag'amiz. Shu gaplarni biz bir anglamagan bo'lsak. Ras.
Shu ayollar birini tashsim rozi bo'ldingiz a? Birini tish qo'ysa. Rozi edim. Qara 4 yerni tishlab ketibsiz. Ondan boshqa birsini mundaq mushishib qolsinmi? Bunda quloq urish yo'q-a? deb qo'yib anan keyinda mushlashsa deymi juma. Rost. Va mushsiz shaplaq yeysiz, siz o'zingiz chiroyingiz shaplaq deydi. O bizga ham mushtak emasmi? Qizib kelaymi? Qo'lini shunday ko'tarib bo'g'ichi bularning quloq shu mush bilan shaplaqning hammasi quloq bizga tegdi ekan. Boshqa yo'q. Meni yenimga mangziga ham o'shinman deymi? To'g'ri. Ish qilib deymi? Agar unda asrashni bilmasa, bo'ldi. Bizmicha anglamasli bo'lsak bo'ldi-ku. Ha, shundaymi? Ha, bo'ldi. Bizma ishni anglamaymiz. Mushtali tursak. Ha? Nurimizni chiqiriblarmi? Ha. Shular ya bizni kesib ilib-etmaydi. Ras ilib-etmaydi. To'g'ri, agar navod shunda kesib ilib-etamiz deb shunda ilib-etadigan bo'lsa-chi bo'ldi. Ko'z ojizlab kelsa ko'zoynak taqiyolmaydi. To'g'ri. Mana ildig'aya topolmaydi. Ilish uchun biz kerak pulimiz. Mashina o'zimiz. Menda yeri bor. Shundaymi? Ish qilib insonlar tushunsa biz ular uchun bak muhim tuqchiman. Rasmiy bak muhim tuqmiz. Bardalar. Ey, bugun hag'icha deb tukishib oldik ayol quloq. Ras. Ma o sirkagan maylarimizni singib mushtabda. Aptab xayoli xo'sh qilib. Sizga qo'yishaqdimi? Qo'yishaqdi, ben qo'yishaqdim shu aptabda. Aptab silib qulqimni o'zimni. Qopamda qasdan ketaylik. Bo'ladi. Unda bo'lsa ar quloq. Bugungi quloq asrash kuningizga muborak bo'lsin. Voy, sizningmi quloq kuningizga muborak bo'lsin. Ma'qul. Yo'qolib ketmang jumi. Ma'qul. Jirib qolib mundishib turdi, yo'qolib ketmang. Ma'qul. Hop, men bugun quruq tabriklar qilibdim quloq. Sizga bemda Ya rahmat bo'ldi. Biz og'ash kelsam bo'pti ekan, quloq maylari bo'lsin-da. Buda kelgan deb, buda bayramda, bugun budoq bayramimizda quloq meyi bo'lsin-da, akab shurab qo'yamiz juma. Quloq meyi so'q qilishaylar. Quloq meyi so'q qil. Muborak bo'lsin hamsa. Ma'qul bo'lsa. Ma'qul, salomat bo'ling. O'zingizni asrang. Men meyivadim. Yo'qolib ketmang. Ma'qul, xo'sh. Meni unutib qolmang. Ya, unutib qolmayman. Bakka to'kishdik, ma'qul, xo'sh. Ma'qul, salomat bo'ling, xayr xo'sh, ma'qul. Ey do'stlarimiz, quloq asrash kuni Alloh muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin almoqchilar. Quloqning mana qandaroq ishki quloqningki ar quloq bilan ayol quloqning dardini angladinglarmi yetkicha. To'g'ri. Ha, unda bo'lgandiki qanday quloqning dardi bormi ekan anglovchilar. Do'stlarimiz ancha. O'zinglar quloqinglarni qanday asrabsizlar qaysinglar? To'g'ri, quloqinglarni be obda asranglar juma do'stlarimiz. Quloqinglarni mushundaq dardman qilib qo'yganlarmi bormi o'zining quloqlarini, ha? Mush bir tal bo'lsa-mu yetarlikdi. Mush zinnatimiz uchun, zinnat uchun, ha? Ammo lekin ash qattirsig ustidan boshlab ostig'icha qattirsig'i nim qol. Mushta tushga ichib oldik Alloh baraka. Tishib oldik Alloh baraka. Jiq tishib, nima qilsin unchuqlar? Yo, shuni uchuqtoq esib ketmaydi ekansizlar, jaldir-juldir. Shundaymi? Haqiqiy japosyap. Nima bizg'u mayli ham, lekin men arlarning ichidan bor atilja. Unda deganingizda o'sha ar quloqlarni azoblab qolib bor. Va Akram deydi, sizlar xatolashdinglar. Nimani? Aslida mushu sizlardek riyosatchilarning qo'li qo'ymoq tasmiki deydi. Mush quloqlarning shu bormi kezroqda degan qanday qilamiz. Sizlar uchun mayli, biz ishga adam mayli, sizlarga nurg'un adam bo'pti. Qandaroq do'stlarimiz ancha-muncha zo'q, ma'naviy zo'q olgan bo'lsanglar biz ham qo'shal. To'g'ri, hamda ish qilib, ishki quloqning ancha-muncha bir amaliyotga massajdan oldida dardini deyish orqali quloqlarni asrashni demoqchimiz, ha, anglovchilar. Yazin. Voy, Adiljon, rahmat. Bu ishtonga tug'ilishing bilan riyosatlik qilgan bo'lgansa, gap qiziq deydi. Bo'ldi, rahmat. Mehnatlarim og'ib ketdi. Bo'pti. Xaydalim tushkunimda, topamida men. Bo'pti. Qanday endi? Hech qanday qilmang, xaridorlarning tushmagani demak sizninki yana ko'p pul topadiganligingizni derak berdi. To'g'ri. Xushal yasha. Meyada bir quloq yaqibdi. Nima deydi? Uch quloq. Qo'yi bor go'sht yeydi, iri va mush yeydi deb hech nima bo'lmaydi, birani yeb qo'ysak deydi. Bo'pti, undan aralashmadi. Quloqqa tegmaydi. Qanday siz yavringa bo'ldi. Adiljon, ya, nimadan bana yaqinda. Ammo lekin o'rinliq gaplardi bu. Bahodir. Voy, Adiljon, zo'rkiram. Kep rahmat, bugun vaqtida ma yumronga quloqning yumurta rahmat. Rahmat. Vali. Rahmat, Adiljon, zo'rkiram. Bektarga Ahmetullah.
Yumurtacım ama kısıkça rahmet sizlerge. Şatlıktan evciga çıksın kürkümüz, kürküdün eti sınırak neçikimiz. Hoşçalık göründü bizimiz şatlık, biz sizden anlık sırdaş dostunuz. Hoşçalık göründü bizimiz şatlık, biz sizden anlık sırdaş dostunuz. Şatlık